Türkiye Devlet Reisi Erdoğan Amerika'da bir faaliyetga qatnaşqanda bir Uyg'ur yoshining Sharqi Turkistondagi Türk qarindoshlarınız uchun nimalarni qila olasiz degan savoliga javob berdi. O'zining Sharqi Turkistonlik Uyg'ur ekanligini bildirgan O'g'izxon Anvar Erdo'g'andan mundaq so'radi. Hozir Sharqi Turkistonda 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur va boshqa turklar Xitoy jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Ular Xitoy tarafidan o'z kimligidan, dinidan voz kechishga majburlanyotdi. Uyg'ur qizlar Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanyotdi. Siz ilgari Uyg'urlarga yordam qilgan va Xitoyga qarshi kuchli gap qilgan edingiz. Hozirning o'zida siz Sharqi Turkistondagi turk qarindoshlaringiz uchun nimalarni qilyapsiz? Erdo'g'an bo'lsa, O'g'izxonning savoliga qarata Turkiyaning Uyg'ur turklariga qo'ldan kelishicha yordam qilayotganligini va Xitoyga avatilgan hay'atning doklatiga qarata ochiq pozitsiya tutadiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti bo'lish suhbatim bilan har holda hozirgacha Sharqi Turkistondan Turkiyaga kelganlar haqida xabaringiz yo'q o'xshaydi. Sharqi Turkistondan Turkiyaga kelgan minglarcha qarindoshimiz bor. Biz ularga davomli ishigimizni ochiq va qo'limizdan kelgan har turli yordamni qildik. Sharqi Turkistonning Bo'rtala viloyatidagi Bengtuan 5-diviziyasining muavin boshlig'i Mahmud Jambaratning yaqinda Xitoy istixboroti tarafidan qo'lga ilinganligi o'tirg'i chiqdi. Bo'rtala viloyatining valilik vazifasini o'tagan bu Uyg'ur kadrining intizomga xiloflik qilish bilan ayblanganligi bildirildi. Ko'zatchilar buningdan burunmi bu xil ayblash bilan nurg'un Uyg'ur kadrining tutilganligini bildirdi. Ve Xitoyning bu xil shaklda bara-bara Uyg'ur kadrlarning o'rniga Xitoylarni almashtirish ko'ydi ekanligi ta'kidlandi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Talibanning oldingi qatordagi rahbarlaridan G'ani Baradorning boshchiligidagi hay'at bilan Xitoy hukumatı mas'ullarining uchrashganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang poytaxtda Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida G'ani Baradorning boshchiligidagi hay'atning mushu bir qancha kun ichida Qatarning poytaxti Dohandan Xitoyga kelganligini bildirib, Tashqi ishlar ministrligi mas'ullarining G'ani Barador bilan Afg'onistonning hozirgi vaziyati va tinchlik muzokaralarining taraqqiyoti ustida fikr almashtirganligini aytdi. Geng Shuang Xitoy dastlabdan tortibla Afg'onistonning ahvoliga qattiq ko'ngil bo'lib kelmoqda. Tinchlik bosqichlarining taraqqiyoti uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Afg'onistondagi munosabatli taraflar bilan har doim uchur aloqani davomlashtirib kelmoqda dedi. Yevropa İttifaqı Komiteti Türkiye bilan mazkur ittifoq orasidagi ko'chmanlar kelishimining meva berishga boshlaganligini, qonunsiz ko'chman sonining 91% ozlaganligini bildirdi. Axborot e'lon qilish yig'inida savollarga javob bergan Yevropa İttifaqı Komiteti bayonotchisi Natasha Bertaut Türkiye bilan Yevropa İttifaqı orasidagi ko'chmanlar kelishimi natijasini ko'rsatmoqda. Kelishim soyasida qonunsiz ko'chman soni 91% ozladi dedi. O Türkiye ve Yevropa İttifaqıning kelishimidagi va'dalarga amal qilib kelayotganligini ta'kidladi va Gretsiyadagi qonunsiz ko'ch eqimini yaqindan kuzatayotganligini va doiralar bilan aloqa qilayotganligini bildirdi. Afg'onistonning janubidagi Halman o'lkasida havo harakati elib berildi. Vali Zavok harakatda fuqarolarning o'lganligini, lekin sonining aniq emasligini bildirdi. O'lka kengash a'zosi Oxunzoda bo'lsa, harakatning to'y murosimiga qaratilganligini va 40 kishining o'lganligini aytdi. Afg'oniston Mudofaa ministrligi bo'lsa, rayonda Talibanga qarshi harakat elib berilganligini, 22 nafar Taliban a'zosining o'ldirilib, 14 nafarining tutilganligini e'lon qildi. Ministrlikning bayonotida fuqarolarning ziyoniga uchrash ahvoli haqida tekshirish boshlanganligi ta'kidlandi.